Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Usmonali 15 va ayting. Va ET825. Tepasida kanal nomini yozib qo'ygan. Albatta kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta. Bo'lmasam clear qilsangiz bo'lmaydimi? Bo'lmasa bunday qilamiz-da. Buni bu yoqqa qo'yib turib clear turib ular quruvchilar jangi o'ynaymiz endi. Xullas. To'xtang. Bu yoqqa tushasiz, bu yoqqa men tushaman. Nimalar quramiz? Quruvchilar jangida. To'xtang, aytib olay. Bo'lmasam biz uni quramiz. Mayda bunker quramiz. Qalay? Bu joy yo'qoling. O'sha tushing. Endi bizni ishlayapti, maza qilib endi biz bunkerimizni qurishni boshlasak bo'ladi. Bunker har doim bedrock bilan obsidiandan bo'ladi, bo'lmasam boshqa bo'lib yaramaydi. Keyin bizga eshik uchun temir eshik bo'ladi. Temir eshik umuman o'tkazmaydi. Nima o'tkazmaydi? Yadroviy bombani izolyatsiyasini o'tkazmaydi. Izolyatsiya. Bo'lmasam bizga faqat bosisi ochadigan qilamiz. Keyin bir daqiqa narsalarimizni bo'ldik. Akamlar tomonda o'tiribdi. Hali ham bizni eshitmayotgandek. O'tib ko'rishni istardim, lekin spektator yo'q. Nimalar qilayotganini hozir ko'rsak bo'ladi. Bizni bo'yimiz bunchalik baland emas. O'zimiz bo'yimizga mos quramiz. Agar shu video 2000 ta like yig'sa, eshitibmi deyman. 2000 ta like yig'sa yoki 2000 tani yig'ishtirib qo'yay. Hali unchalik ko'p prosmotrga ham ega bo'la olmasam kerak. Shuning uchun qancha desam bo'ladi? 100 ta yoki 50 ta. Eshitibmi deyman bu. Qanday qilib 4 qavat bedrockdan eshitish mumkin? Ey. Eshitayotgan bo'lsangiz ovozni yoping. Nito bo'lyapti. Xuddi arvoh gapiradi. Gapirmang. Siz eshitmayapsiz. Siz eshitmayapsiz. Hech nimani eshitmayapsiz. Shunchaki sizni qulog'ingizga eshitilyapti. Bu Anilaning o'zining gapi. Aytgancha, agar bu video 100 ta bo'pti, 100 ta like bo'lsa, nima keyin silinderlar jangi bo'ladi. Agar akam bilan talpa qilsak. Talpa deganda nima talpani aytayotganimni urush qilsak, kim ekanini aniqlay qolsak, baribir aniqlaymiz. Kommentga yozib aytib qo'yinglar. Albatta videoni ko'rib bo'lgandan keyin. Kimning bunkeri chiroyli chiqqanini yozib qo'yinglar. Ana, endi ichkari qop-qorong' bo'ldi. Ana yaxshi bo'ldi. Endi bizga bitta narsani olishga majburmiz. Buni kerak emas. Uni o'rniga esa bitta fonar olgan yaxshi. Ana yaxshi bo'ldi. Bunkerda fonar kulgili. Qanday qilib? Qanday degan montajda qilim kelyapti. Dahshatli shoshilibmizda do'stlar. Xullas men bu yerni birinchi bedrockga almashtirmoqchiman. Keyin nima qilamiz? Mayda bedrockga almashtirganimizdan keyin davom ettiramiz. Obsidian nimaga? Obsidian u past qavat qilamiz obsidian bilan. Bo'lmasam obsidian hayot yo'q. Men uchun
Men uchun obsidian hayot yo'q. Obsidianni ko'rmasam men o'yindan sразу chiqib ketaman. Shuning uchun spawnlardan noshukr bo'laman. Nitu joyda spawn bo'lsam ayniqsa. Aytgancha bu yer flat-ku. Bu narsani hisobga olmabmiz. Bizga piyo'g'y. Bo'lmasam bu yerlarni sindirmaymiz, Nima sindirar ekanmiz? Bu yerlarni tezda qaniydi biz ham artefaktga o'xshab buni qilaymiz-da. Xolos, bedrockgacha tushamiz. Bu nimaga? Do'stlar, meni miyamni zagruska qildi bu o'yin. Qordi. Hozir akam nimalar qurayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring albatta, like-ni ham hozirda bosib tashlang va kim yutganini avval kimni yutganidan shu video tugagandan keyin kommentariyaga yozib qoldiringlar kim yutganini. Xohlasanglar kameram yoqib olardim. Faqat keyingi kommentariy yozib qo'yinglar. Kameramni yoqib o'ynaymi yoki yoqmay o'ynayveray. Qaniydi bu telefonga ham, bedrockga ham nima bo'lganda. Shidir bo'lganda. Mazaq o'ynardik. Shuning uchun tezroq kompyuterga kelish uchun hamma like bosib tashlasin. Chiroyli chiqyapti bunkerimiz. Xullas, keyin bu yoqni mana shunday chiqaman. Voy, bedrockni buzib qo'ydim. Mana shu yergacha bedrock bo'ladi, bu yoq esa obsidian. Endi bu yoq hamma pulni obsidian bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi, lekin yana bir blok siljish kerak ekan. Shunga silib chiqamiz. Hech kim ko'pmas ekan. Mana shunday qilib chiqamiz xullas. Hamma yerini shunday qilib chiqamiz. Bedrock deb. Afsuski bu yerni ham sindirishga to'g'ri kelar ekanda. Sindirmasak bo'lmasam problema bo'lar ekan. Oppale. Oppa. Endi hamma yoqni sindirib chiqqan bo'ladi. Hozir ozgina vaqt to'xtatib turaman, keyin shu mana shu yerdan yopganimni qo'yamiz. 1, 2, 3. Ana tayyor. Ana endi tomon nimaga bedrockdan qilding desanglar, shunchaki Minecraftning ishlaridan qildik. Endi adashib ketdim. Agar bu yerda kim yutsa, keyingi o'yinda uni qiladi. Keyin o'sha uni qiladi. Nima deydi-ya? Keyingi o'yinda o'sha kishi uni qiladi. Agar bunker yoki qurish ishlari chiqib qolsa, o'shani mana shu o'yinni yutgan qiladi. Lekin zotni yutgani bilan bu degani qurishni yaxshi biladi degani. Shunaqa qiynalmaymiz biz. Mana chiroyli chiqdi endi. Endi bu yerlarni to'g'rilab chiqamiz. Hammasi ishlatib qo'ydim-ku. Bu tugadi, bu ham tugadi, bu ham tugadi. Ana endi hammasini musorkaga tashlaymiz. Op. Ana endi keyingisini nima qilamiz? Bu yer oshxona bo'ladi. Bizga bu keyin yana nima bor? Keyin rasm ortiqchalik qilmaydi. Bizga keyin suv qo'limizni yuvadigan qilishimiz uchun bu mexanikani sizlarga ham tavsiya qilaman. Hozir ko'rsataman. Birinchi o'rinda bizga qanaqasi yaxshi? Menga mana o'si yaxshi. Keyin bizga
mana kerak bo'ladi va bittagina tugma va mana bu kerak bo'ladi. Va bitta suv ortiqchalik qilmaydi. Endi mana bu yerga shu ishni qilamiz. Tushib ketay dedim. Hisobga olish kerak-da hamma narsani. Hoppa, ana tayyor. Ana buni bunday. Ay, xato ketdik biz. Buni qilamiz. Undan keyin buni qo'yamiz. Bittasini qo'yish esdan chiqdi-ku suvni. Ana endi buni boshqatdan qo'yamiz. Ana tayyor bo'ldi. Ana buni qilamiz. Keyin bitta tugma qo'yamiz. Tugma qo'yilsin-chi. Yes. Zachем? Nimaga qo'yib bo'lmayapti do'stlar? Da bo'pti. Yo'q, yaxshimi yuvib ketmas ekan. Dabdaras chiqib ketdimi deb o'ylabman. Nimaga qo'yildi? Xullas do'stlar, bu ishlamas ekan, mayli. Bizga endi farqi yo'q. Shu bilan joyni yana qaytib tiqaveramiz. Keyin bitta mana kerak bo'lib qo'yadi. Yana nima bor? O'ylash kerak bo'lsa yaxshilab. Keyin bizga meni miyam zo'r ishlab qoldi. Bularni o'chiramiz. Bularni sindirib yuboramiz. Keyin uni o'rniga mana buni qo'yamiz. Mana buni. Buni turma birga qo'yamiz. Keyin yana bittani yotog'imiz ustiga qo'yamiz. Yo'q, ha bo'pti. Keyin mana bu yerga nima qish qo'yiladi? Mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta. Bu narsalar yonadi. Bu narsalar o'chadi. Shu yer xato bo'lib qolibdi do'stlar. Birozdan keyin vaqtimiz tugab qoladi. Shuning uchun tez-tez qurib tashlash kerak narsani. Ket. Opa. Mana buni sindirib yuboramiz bo'ldi. Endi mana bu bitta, mana bu yerga bitta, ay bo'pti. Bu yoqqa bitta, bu yoqqa buni. Keyin mana bu yerga bitta buni qo'yib qo'yamiz. Dahshat chiroyli turdi. Mana bu yerga bitta qo'yish kerak ekan do'stlar. Ana uyimiz endi chiroyli bo'ldi. Endi bunkerimiz endi chiroyli bo'ldi. Endi prosta tamsa qilish kerak bo'lib qoldi. Mana bu bilan tashqarini afsuski bitta blok sindirishga to'g'ri kelar ekan. Buni hisobga olmabmiz. Mana bu yerni yopib chiqish kerak ekan. Va keyin akam tayyor bo'lishini kutamiz. Tayyor bo'lishi bilan keyin o'tib ketamiz. Hop, mana hop. Ana endi yapamiz. Ana endi akam tayyor bo'lishini kutamiz. Akkancha videoni to'xtatishimizga to'g'ri kelar ekan, vaqtimiz o'tib ketib qoldi. Shuning uchun ba'zi joylarni kesishga to'g'ri keladi. Hammaga xayr.